Agar naushnikda musiqani to'liq balandlikda eshitsang, o'sha paytda o'zingni zo'r his qilasan. Lekin aslida nima bo'lishini bilasanmi? Quloq ichidagi o'sha mayda tukchalar bor. Ular aqldan o'zgandek tebranadi. Keyin kun o'tgan sari kuchli tebranish ularni holdan chiqaradi va ular o'lsa qaytib o'smaydi. Shu tariqa doimiy eshitish qobiliyati yo'qoladi va sen qancha davom ettirsang, shuncha ko'proq tinnitus paydo bo'lish ehtimoli oshadi. Bular qulog'ingda hech qachon ketmaydigan bitmas tuganmas jiringlar. Shuning uchun naushnikni qo'y, ko'p eshitma. Agar 2 hafta davomida magniyni doimiy iste'mol qilsangiz nima bo'ladi? Keling tushuntirib beraman. Avvalo dunyoning yarmi magnit yetishmovchiligidan azob chekib yuradi va hattoki buni bilmaydi. Uni to'g'ri tekshirib bo'lmaydi ham, chunki magniyning atigi 1% da qoningizda o'tiradi. Qolgani suyaklar va to'qimalarda yashirinib yotadi, xuddi guvohlarni yashirish dasturi kabi. Lekin sehr shu yerdaki, magniy qabul qilasiz va miyangiz sizga doimiy baqirib chaqirishni bas qiladi. Tashvish sezilarli darajada tinchiydi. Uxlash endi qishki ayiq kabi chuqur uxlaysiz. Soat 3 da keladigan kutilmagan mushak chaqilishlari va og'riqlar yo'qoladi. Yurak ham tartibga tushadi, qon bosimi tinchlanadi. Noaniq aritmiyalar ortga chekinadi. Faqat noto'g'risini olib ichaglaringizni ichga etishiga uchratib qo'ymang. Sizga magniy glitsinat kerak. Bu eng yaxshi variant. Kechqurun yostiqqa bosh qo'yishdan oldin 408 mg oling. Buni 2 hafta davomida qiling va tanangiz shunday yashash kerak ekan deb javob beradi. Xohlasangiz magniyni e'tiborsiz qoldirishni davom ettiring. Titroq zombi bo'lib yurak xurujini kutib yashang. Yoki bo'lmasam bizning kanalimizga obuna bo'lib sog'lom hayotga qayting.